Jamiyatda xotin-qizlarning o'rnini mustahkamlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va oilaviy qadriyatlarini ulug'lash bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Shu maqsadda Olmaliq metallurgiya kombinati tarkibiy bo'linmalarida faoliyat yuritayotgan ayollarning nafaqat kasbiy mahorati, balki xonadon bekasi sifatidagi fazilatlarini namoyon etish hamda ular o'rtasida o'zaro tajriba almashishga qaratilgan Bekajon ko'rik tanlovi Namangan viloyatining Chodak qishlog'ida tashkil etildi. OKMK xodimlari kasb uyushmasi kengashining xotin-qizlar masalalari bo'yicha komissiyasi tomonidan o'tkazilgan bellashuvning tanishuv shartida qatnashchilar badiiy chiqishlar orqali o'zlarining sanoat sohasidagi mehnat faoliyati, jamoadagi o'rni va oilasi haqida ma'lumotlar berishdi. Bahordek yashashga ahd qilgan dilman, kasbimga fidoyi, baxtli bir qismat. Zukkolik va ma'rifat bosqichida esa savol-javoblar yordamida qatnashchilarning siyosiy ijtimoiy bilimi, mehnat qonunchiligi hamda ayollar huquqlariga oid tushunchalari sinovdan o'tkazildi. Har bir fuqaroning mehnat qilish huquqi bormi? Albatta bor. Har bir fuqaroning mehnat qilish huquqi bor va qaysi kasbni tanlashi o'ziga bog'liq. Oshxona malikasi bosqichida sanoat ishchilari uchun foydali, vitaminlarga boy va hamyonbop taom tayyorlash hamda uning taqdimotini namoyish etish talab etildi. Mana qarang. Nomas bu san'at asari bo'lgan. So'nggi erkin mavzu shartida ayollar o'zlarining hunarmandlik, sherxonlik, qo'shiq yoki raqs bo'yicha ijodiy iste'dodlarini ko'rsatishdi. Bu tanlovda shaxsan o'zim bitta motivatsiya oldim hisoblanadi. Chunki Chodak hududida bo'lgani bitta motivatsiya bizga anchadan beri bizda bunaqa tadbirlar bo'lmayotgandi. Albatta biz bundan xursandmiz. Buning uchun albatta rahbariyatlarga, Chodak ahliga, shu jamoada qatnashgan barcha xodimlarga, rahbarlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta shunday ko'rik tanlovlar juda ko'p marotaba bo'laverishini tarafdoriman. Yakuniy natijalarga ko'ra Ohak zavodi xodimasi Malohat Hamidova eng mahoratli sanoat malikasi, ijtimoiy obyektlar boshqarmasidan Iroda Mavlyanova sadoqatli kasbdosh, Mis eritish zavodi vakili Zilola Babajanova eng iqtidorli beka nominatsiyalari bo'yicha taqdirlangan bo'lsa, Olmaliq metallurg qurilish tresti xodimi Mag'firat Toshpo'latova eng faol insonparvar bekajon, markaziy apparatdan Feruza Tursunqulova sanoat iftixori hamda iste'mol mollari ishlab chiqarish boshqarmasi vakili Nulifar Dolimova eng mahoratli kasb egasi deya e'tirof etildi. Avvalambor Modak boshqarma raislariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shunday tadbirni o'tkazish uchun, tashkiliy ishlari uchun kattakon rahmat. Shu davomida men davlat va viloyat hisob-kitoblardan juda ham kuchli matonat, ayollar bilan qanday muloqot qilish, rahbariyat bilan qanday muloqot qilish, oilada qanday bekajon bo'lish, hayotda qanday to'siqlarni qanday yengib o'tish ko'nikmalarini men bilan bo'lishdi, men bilan individual shug'ullandi. Mana shu natijaga yetib kelishim, shu jamoada faoliyatim olib borishimga o'z hissasini qo'shgan inson desam mubolag'a bo'lmaydi. Butun kombinat qoshidagi xotin-qizlarga aytaman, kimdadir o'zini fikrini bildira olmaslik yoki kimdadir o'zini qandaydir iqtidorini namoyon eta olmaslik hissi bo'lsa, kelingizlar biz bilan faoliyatlaringizni olib boringizlar, o'zingizdagi asl ko'rinmagan yutuqlaringizni biz bilan birgalikda bo'lishingizlaringizni taklif qilib qolaman. Qizg'in kechgan bellashuvda faxrli o'rinlar quyidagicha taqsimlandi. Chodakkon boshqarmasi sharafini himoya qilgan Durdona Shorahimova 3-o'rinni, Markaziy analitik laboratoriyasi vakili Dildora Xolmatova 2-o'rinni egallashdi. Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi ishchisi To'xtabuvish Qoraboyeva barcha shartlarni a'lo darajada bajargan holda mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bugungi ko'rik tanlovimiz juda ham kurashuvlarga boy, bir juda ham qiziqarli. Hamma qizlarimiz o'zlariga yarasha bir chiroyli nomerlar bilan, chiroyli bir raqslari bilan, she'rlari bilan, kimdir qo'shiqlari bilan, allalari bilan chiqishdi. Shunday qatorda bu yoshlar hammasi shijoatkor yoshlar edi, qiziquvchan yosh qizlarimiz, har bir sohada ishlaydigan, har xil kasb egalari edi. Bular bilan tenglashish o'zi bo'lmadi. Allohga shukr, bu qizlarimizga ham mana shunday yaxshi o'rinlar bo'lishiga tilakdoshman. Mana shu ko'rik tanlovni tashkillashtirgan tashkilotchilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Tanlovning barcha ishtirokchi va g'oliblari tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.